Magengi hocamның edebiyatniga katta ziyni yo'q ha. Darasiga yo'llab etdim. Bugün paydalanıp qalang. Hamsa başlap ketdik. Yaxshi sizlar ko'pchilik men sana to'rtkash pesay, sen javobdan bilma. Oldin qatama Gengi hocamning o'lchamli darasiga yo'llab bersam, chiq to'rdashlar. Meni ufqonmay qopsizlar. Men mening shogirdim-mo 7-8 qator tanishib bo'ldi. Madom men bemiş ekran so'zlab chiqib bir tanishib qo'yay deydi. Bu shogirtning ismi Rahmatjon. Mening qashim kelgim bir yil yo'llab qoldi. Jiq narsani o'rganib ketdi. O'zi yakendim bo'ladi. Kanamsa ko'rib baqlayotgan qandaroq so'zlaydi. Boshlayapman. Ketalik materiallar ishqital zimajan, ishqital xasinjan, bir tal meyatan, ishqital gengo shango, ishqital malatan. Lekin xeshenjanda ishqital, shellajanda ishqital malaxonyo, mala shango xoyo, jijing jifen. Endi tanishish bosqichiga ketaylik. Zimajanda ishqital. Bundan keyindan ham ishqital xasinjan. Bundan keyindan xeshenjanda ishqital. Bunun kendi şanlacağını işgal. Bunun kendi gengo şengo'da işgal. Bunun kendi malatan'da işgal. Bunun kendi meyatan'da bir tal to'kkalimiz. Kendi xoyodun bir chumush basak bo'ldi. Bunun kendi malashangodan to'rt qo'shqa. Bunun kendi malaxonyodan bir tal to'qilimiz. Bunun kendi asal. Asal to'qilimiz. Bunun kendinden cifen. Cifende 250 gram. Cicinde 250 gram. Şimdi bunu rahat aralashtirib 6 saatlikka sınaqsaq bo'ldi. Mana to'rdashlar. O'zinglar ko'rdinglar. Bu balning shu meni qashim kelib 1 yil turib nurg'un narsalarni o'rgandi. Mana mishbalning mish to'g'ri so'zlab chiqishi, nurg'un ta'sir to'xtadi. Bu balning nurg'un qatorida deb men so'zlab chiqqan deb. Marisdan foydalanib qolsanglar bo'ladi. Nayt yaxshi bu mana. Qalanglar mana. Buni hatto nam bilan yesanglar bo'ladi. Edebiyatniga katta ziyon yo'q deb bu. Buni men mishta oshkorlab qilyapmiz. Bu bir taldan gullarni yo'llab qo'llab qo'yinglar. Bugun kelganlar. Shu sanqilish buni tutqanmanglar. Mishta o'xshagan ko'zlarlar tamak yeydiganlar. Yanalar quchoq dangliq, shingongli chantiq peshoqras kelsanglar bo'ladi. Nurg'un dangdar ustamlar bor. Bu resmni men oldin qator bir yo'llab bergan. Yana hamda mishinda resmlar lazım bo'lib qolsa men arim sizga qilsanglar bo'ldi. Ma'qulamsa, tilaksan ko'rishaylik.